Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google, Facebook, Chrome, короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshat seedlarni 3-qismini olamiz. Sizlar esa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Biz esa boshladik. Xo'p, bizning birinchi seedimiz. Birinchi seedimizga o'tamiz endi. Bizning birinchi seedimiz esa 1700 mana shunaqa raqamlar bilan. Xo'p, kreativ qo'llik. Opa va dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda va tayyor. Mana ekan, mana qishloq. Wow! Judayam ajoyib, judayam bug bo'lgan qishloq. Ajoyib. Wow! Bu qishloq uchun like bossa arziydi. Bunaqa biom kimga yoqsa agar, mana bu yerda kuznetsa ham bor. Bu ayni muddao biz uchun. Chunki buni ichida mana bunaqa narsalari bilan. Xo'p, endi esa davom etamiz. Qani, davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa 999. Menimcha buni hamma bilsa kerak. Baribir ko'rsataveramiz. Mayli, dunyo yaratilmoqda va mana ajoyibgina bizning shinamgina bizning kichkinagina qishloqchamiz. Ajoyib. Kreativga o'tish esimdan chiqib qopti. Mayli, kuznetsada nima borligini sizlarga hozir ko'rsataveraman shunday holatda ham. Xo'p, bizning kuznetsamizda esa bu yerda mana bunaqa narsalar bor. Kimga kerak bo'lsa, albatta. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa nima edi? Kammas katta harflar bilan For Phoenix Minecraft. Ajoyib. Minecraft. Bo'ldi. Xo'p, dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda. Generatsiya landshafti va tayyor hammasi. Xo'p, qishloq qani? Qishloq yo'qmi? Yoki cho'lli biomdamikan? Hozir ko'ramiz. Qishloq bordir balki, bo'lishi kerak. Yoki yo'qmikin? Yo'q, mana shu tomonlarda bo'lsa kerak menimcha. Yoki yo'qmi? Qani? Yo'q, cho'tta ko'rinmayapti qishloq menimcha. Bu seedda qishlog'i yo'q. Afsuski. Yoki yaxshilab qarash kerakmikan? Yo'q, bu yerlarda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q shekilli. Afsus. Mayli. Xafa bo'lmaymiz. Keyingisiga o'tamiz. Bizning keyingi seedimiz esa Mimi. Buni hamma biladi, lekin baribir qilish kerak. Chunki qildim deb qo'yishim uchun keyingi videolarda komment yozib o'tirmanglar. Buni hamma biladi, hamma qilgan. Mana o'sha qishloq, Mimi degan qishloq. Buni hamma biladi. Uni kompot ham qilgan даже o'zini videosida. Mana bu yerda qorli biom bor ekan. Yaxshi, kakras kerak bo'lib qoladi. Va mana o'sha qishloq juda ham ajoyib, juda ham qulay. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa Barber. Va bizning oxirgi seedimiz. Xo'p, bu seedda esa bu qishloq bor ekan. Tug'ilgan joyimizda yo'q. Qishloq bor. Mana bu yerda kuznetsa ham bor ekan. Ajoyib. Juda ham qanaqadir seriallar olsa bo'ladi albatta ham bemalol. Videolar olishga juda qulay seed ekan. Mana sandiqda esa mana bunaqa narsalar. Olma bor ekan. Bo'ldi. Manimcha shu bugunga yetadi. Mana bu yerda cho'lli biom agar kimga kerak bo'lsa. Va bo'ldi. Bugunga shu edi. Agar sizning seedingiz chiqmagan bo'lsa, keyingi videolarda albatta chiqadi. Va agar siz ham qanaqadir seed bilsangiz, albatta kommentda yozib qoldiring. Keyingi videodagi seed aynan sizniki bo'lishi mumkin. O'sha siz bo'lishingiz mumkin. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga ko'rishguncha. Oyog'imga tagida nima qilyapsizlar? Tepaga ko'taringlar, birolar.